Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bu yoqda beda press, somon press, makka poya, barcha turdagi mahsulotlar bor ekan. Qo'ldan kelganicha hozir yoritib berishga harakat qilamiz inshaalloh. Videoni kuzatib turing. Tog'a, bu sizdanmi press? Syomka qilyapsiz, bo'lmaysizmi? Ya tushmaymi? Xo'p, qanchadan bo'lyapti presslar? Bilmayman sotiladi. Razmerlari necha? 130. 130 somon press, ha? Buchi? Mosh press. 35 ming, ha? Razmerlari? Razmeri 91. Bilmayman sotilyapti. Xudo xolasa. Sotilyapti. Sotilgan ko'rib yapman. Endi hojatda. Hop. Bu yoqda ham xudo xolasa mosh press. Sizlarga bularni sizlardanmi? Yo'q, bular bizdan. Bu yoqdanmi? Aka, assalomu alaykum. Kimsiz? Senga qilib turdik. Qanchadan sotyapsiz bular aka? Qancha? 50 ming. 50 ming. Razmer necha? Razmer 80. 80. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, mana narx-navolarni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Hurmatli obunachilar, mosh press. Xudo xolasa narxlarni bir qator tanishtirib o'tamiz. Tog'a hormang. Bu qanchadan bo'lyapti mosh presslar? Mosh misol 38 ming, 35 mingdan beryapmiz. 35 ming so'mdan. Endi optimaga ya, farqi yo'q, donaga ham. Donaga optima, narx 35 ming. Razmerlar necha bo'lyapti buni? Bular 90 dan deyiladi. 90 ga. Hurmatli obunachilar, 90 razmerdagi mosh presslarimiz. Xudo xolasa 35 ming so'm. Taqalgan narxi va narx 35 ming so'mdan ekan. Xudo xolasa To'raqo'rg'on mol bozorida. Inshaalloh. Tog'a rahmat. Salomat bo'ling. Bu juvar payami deyman-da. Juvar payami hojatda bu? Juvar paya. Qanchadan sotilyapti bular? 4,5 mingmi? 4 ming aka. 4 ming. Xudo xolasa 4 mingdan juvar payalarimiz ham bor ekan. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz, hurmatli obunachilar. Narxini bilib qo'ygan yaxshi baribir. Hojatda rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bir minut vaqtlarni olaman, maylimi? Aka, assalomu alaykum. Tog'a, yaxshimisiz? Tushaylik videoga. Bu nima o'zi bu? Kimdan bu? Sizdanmi aka? Bu nima bu? Qanaqa mahsulot? Beda. Men bu bedaga o'xshatmadim. Misol ertanib qo'yganmiz deyman. Qo'rib qo'yganmiz deyman-da. Bu holat shumi hozir? Ha, shu endi naqlas baylangan katta kichik holatdan. Kichik bo'lib kichik emas. Qancha sotyapsiz donasini aka? Donasi 6 ming kami bor deyapmiz. 6 ming. Optimaga taqalgani qanchadan berib qo'yapsiz? 6 ming ham shu hozir. 110 val berdi. 110 bu hop. Takalaga 500 ming bera olasizlar. 5 ming yetib bor. 500 ming. Bo'ldi aka, qo'ldan kelgancha yoritib beryapmiz-da. Obunachilar so'raganda hozir men bedaga o'xshatdim-u, tog'adan so'radim. Do'y ham bilman deganlarga men ham kelib so'raychi dedim-da. Beda aka. Barakasini bersin aka. Charchamang. Maktab poyalar kelishda davom etmoqda, hurmatli obunachilar. Tog'a, sizdan press? Assalomu alaykum aka. Sizlar videoga olib topolmaysiz aka. Bir qancha sotyapsiz aka bularni? 20 ming. 20 mingdan. 110 shekilli? 110. 20 kilo atrofida. Optimaga qanchadan beryapsiz? 19. Taqalgan narx, ha? Bu moshmi? Sizdanmi? 20 sizdanmi? Bu qanchadan? 55 ming, 50 ming beryapmiz. Bu ham taqalgan narxi. Ha, 50 ming oxir. 90 ming nechi 1 million? 80 lik, 90 lik. 80 90. Plasi ham zo'r. Quruq. Haligi qorayib netmagan, panada turgan. Yeraman. Obunachilar so'rayapti-da shuni ham. Aka, bitta qishloqdan nariyoqda bo'lsa ham narx o'zgarib ketyapti-da. Shuning uchun bir mol bozorga chiqqanda bir mahsulotlarni ham yoritib berishga bir qator yoritib berib ketyapmiz-da. Taqalgan narxi 50 ga? Ha, 50 dan sotyapmiz. Sotyapsiz. 80-90 razmerda. Aka, rahmat. Vaqt uchun, e'tibor uchun. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, charchamanglar. Xo'p. Bu nima edi endi bu? Akalar, hormanglar. Assalomu alaykum. Aka, sizdan bular? Bu qanaqa mahsulot bu? Beda. Qancha bo'lgan olib qo'yilgan bu? Yaqin. Kim bo'ldi? Qancha sotyapsiz aka? 40 ming so'm. 40 ming so'm. 60 ming. Necha bosh bu beda? Necha bosh, necha tanoq, nechta degani? 40 ta qoldi. Mol ko'rgan qo'yamiz, necha bosh deb. 40 ta atrofida. Narx qancha dedingiz? 40 ming so'm qo'yibdi. 40 ming so'm. Razmer 80 mi? 80 ham bor, 90 ham bor, 40 ham bor. Har xil, ha? Har xil.
Barakasini bersin aka. Qo'ldan kelgancha yorib ketyapmiz aka. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Hoji ota, hormang, sizga ham assalomu alaykum. Yorib Beda Pressda faqat bog'lab qo'ygansiz, bog' qilib, ha? Qancha sotyapsiz bularni? 4000 bo'lishi. Necha bu yerda? 20-30 ta bordir, ha? Barakasini bersin hoji ota. Charchamang. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xo'p, Makka poyamiz. Makka deydi-ku, o'sha Makka poyamiz. Tog'a bu kimdan? Sizdan aka? Yo'q, egasi oz shaydan. Hozir shayda ketyaptilarmi? Narxni aytib ketmadilarmi? Assalomu alaykum. Narxini. Narxini 4000 daplash keling. 4000 ga. Har xil boylangan shakllar bu. O'ra aka, o'ra. Ha, bo'ldi. Hurmatli Makka poyamiz bog'larga e'tibor berasizlar, razmerlariga olsa 4000 so'mdan deyishyapti ekan. Hozir mol bozorida To'raqo'rg'on. Xo'p, bu yoqda o'zi to'pga bo'lganini qaraymisak, yana bu yoqda ham Makka poyalar. Bo'ylari 2 metr atrofida. Hoji ota, assalomu alaykum. Sizdan videoga olyapsiz. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Makka poya kimdan? Bizdan emas, hoji aka. Ha, hoji akadan. Hoji ota, Makka poyani so'ramabman-ku. Sizdan emasmi? Ular sizdan deyishdi-ku. Aka, Beda Press qanchadan o'ylayapti? 45 kami bor deyapmiz. 45 kami bor. Optimga qanchadan? Optimga 50 ta 100 ta olishsa 40 dan beramiz. 40 dan. Razmeri 80lar bor? 80, 90, 91 80, 90. 40 dan. Bo'ldi. 45 kami bor. Rahmat, salomat bo'linglar. Vaqtingiz e'tibor uchun. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu yoqda yer yong'oq. O tamam. Aka sizdan bular? Bu kimdan? Egasi yo'qmi? Hurmatli obunachilar, egasi yo'q ekan yer yong'oq pressda, xudo xolasa. Xo'p, bu yoqdagisini olamiz. Aka, bular sizdanmi? Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bular sizdanmi? Qanchadan sotyapsiz aka? Anavmi? Yer yong'oq pressmi? Yo, Beda Pressmi? Bedami? Oldiroq o'rab qo'yilgan shekilli. Birinchi o'rinda. Birinchi o'rim, ha? Qancha sotyapsiz bular aka? 45. Taqalgan narxchi. Taqalgani ham 45. Optimga ham 45. Razmeri necha? 1 metrmi, 90 mi? 1 metr. Hurmatli obunachilar, 45 bilan 40 o'rtasida ekan, xudo xolasa. Boshqa viloyatlarda, boshqa qishlarda qancha bilmayman, xudo xolasa solishtirib ko'rasizlar. Somonam sizdan? U qancha sotilyapti aka? 50 ming? 20 ming kam. Ha, 20 ming. Quloqqa 50 ming tutishlar, yerda turganingizga. Bu ham pastda 1 metrlar bor-a? Nomer siznikimi? Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa akamiz bormi uyda yana uchastkada? Fonga bosib qo'ygandirsiz. Xo'p. Beda Press, xohlasangiz Somon Press nomerlari mana. 94 340 91 91. Aka, rahmat. Salomat bo'ling. Hoji ota sizdanmi? Yo'q, 4 ta bor. U ham bitta odamdan bo'lsa kerak, bular ham. Xo'p. Bilmaydim, Makka Press. Ya, tomni chiqardi. Hoji ota, hormaylar, assalomu alaykum. Egalari voy turibdi. Xo'p, Somon Presslar narxlari o'sha pastda bir xil hammasiniki. Bu yoqda ham. Aka, sotilyaptimi bular? Qanchadan oldingiz aka? Agar sir bo'lmasa, malol kelmasa. 17 ming so'm nechta oldingiz? 3 dona. Arzon ekan 17 mingdan bo'lsa. Men Optimga faqat 17 mingdan berasizlar deb o'ylabman-da. Optimam Razmeri necha tog'a? 1 metrlar bormi? 1 metr. 1 metr. Somon Press mana xudo xolasa 17 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. Yaxshi narx lekin. Xo'p, bu yoq ham pulni Somon Press, Beda Press shunday. O'shiga bo'lashi 249 texnikani oldiga boryapti. Xudo xolasa Optimga qanchadan? Sizdan bular ham? Aka, assalomu alaykum. Videoga olyapmiz, qarshimasmisiz? Assalomu alaykum. Faqat kimsiz? Yo'q, bu siz olmaymiz. Press qancha sotyapsiz Optimiga? 17 dan. 17 dan, ha? 1.10 mi deyman-da, katta shek. 1.10. 1.10lik, xudo xolasa, hurmatli obunachilar. Optimiga 17 ming so'm. Mana mashina turibdi, xudo xolasa, mashina raqamlari. Akamizga aloqaga chiqib qo'yasizlar. Aka, uyda bormi yana? Bor. Manzil qayerda? Qo'rg'oncha. Hop, telefon raqamini aytib keting. 94 172 172 79 12. Telefon raqamlariga aloqaga chiqsa, uyda bor ekan, xudo xolasa, 17 ming so'mdan Optimiga. Dastavkasi ichida ekan.
Aka rahmat. E'tibor uchun, vaqt uchun salomat bo'linglar. Bozorlaring bersin. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa kam ekan soni, asosan beda press, somon press, makka poya, yerang'oq press. Narxlarni qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tdik, chunki bozor kichkina, shuni inobatga olasizlar. Bozor kichkina hisobiga mahsulotlar ham kam. Qo'ldan kelgancha yordam berdik. O'zlaringizning qishloqlaringizga taqqoslab olaverasizlar bemalol. Narxini ham, sonini ham, razmerini ham. Xudo xolasa boya ekrandan nomerlar aloqa chiqarsa, agar sizlardan arzon bo'lsa, akamiz o'zlari dasturga qilib beradiganlar, xudo xolasa qo'ldan kelganicha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.